Assalomu alaykum. Metod, strategiya va kommunikatsiya o'quv dasturiga qiziqish bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ushbu video taqdimotda sizga metod, strategiya va kommunikatsiya o'quv dasturini batafsil ochib beraman va uni modullari, dars mavzulari, o'quv dasturi bo'yicha va umuman olganda nima uchun bu o'quv dasturi yaratilganligi va o'quv dasturi orqali siz qanday natijalarga erishishingiz mumkinligi to'g'risida batafsil tushuntirib beraman. Avvalo, o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, men Mehrojiddin Nazarov strategik marketing xizmatlarini ko'rsatuvchi Proaktiv marketing agentligida faoliyat olib boraman. Marketingdagi ilk faoliyatimni 2014-yilda Vendo kompaniyalar guruhida PR menejer sifatida amalga oshirganman va shundan keyin yillar davomida bir qancha davlat loyihalarida va o'zimni shaxsiy bizneslarimda biznes, marketing, loyiha boshqaruviga doir ishlarni amalga oshirganman. Professional faoliyatimni birinchi marotaba Proaktiv marketing agentligida produkt menejer sifatida boshlaganman. Faoliyatim davomida boshqaruvchi hamkor pozitsiyasigacha ko'tarilganman va ayni kunda ushbu agentlikda marketolog strategik vazifasida ishlayapman. Bundan tashqari, ustozimiz Habibullo Sadullayevning marketing maksimum kurslarida ham assistent o'qituvchi sifatida ishtirok etganman. Ko'pchiligimiz bilamiz, biz Kubik nomi ostida marketologlar uchun marketologlar hamjamiyatini tashkil qilganmiz. Kubik podkasti loyihasi doirasida 50 dan ortiq mutaxassislar bilan podkast suratga oldik. Ularni bergan tajribalari, ko'nikmalari tufayli yuzlab marketologlar o'z faoliyatida yangi ko'nikmalarni, yangi instrumentlarni amalga oshirishyapti, qo'llab-quvvatlashyapti. Proaktiv marketing agentligida Zahratun supermarketlar tarmog'i, Ahmad Choy va Impuls tibbiyot instituti kabi yirik korxonalarda marketing strategiyalarini tuzish, uni amalda qo'llay olish, jamoa tuzish, jamoa tayyorlash kabi ishlarda o'zim va jamoamiz bilan birgalikda ishtirok etganman. Ana endi men sizlarga metod, strategiya va kommunikatsiya o'quv dasturini to'liq tushuntirib beraman. O'zi nima uchun bu o'quv dasturi yaratildi? Ochig'ini aytadigan bo'lsam, ushbu o'quv dasturini tuzishda menda juda ham ko'p ikkilanishlar bo'ldi, lekin hamkasblarimizni, jamoadoshlarimizni undovi tufayli ushbu o'quv dasturi yaratildi. Chunki aynan o'quv dasturida yoritilgan mavzular bo'yicha o'zimda ham juda ham ko'p muammolar bo'lgan va ushbu muammolarga yechim sifatida juda ham ko'p metodlarni, juda ham ko'p mentorlik darslarini o'qib chiqqanman va o'ylaymanki, ushbu muammolarga yechim berishda man sizga yordam bera olaman. Demak, dasturni tanishtirishni boshlayman. Dastur asosan marketing strategiyasini tuzishdagi qiyinchiliklar, uni amalda tatbiq qilishdagi muammolar, mijozlarni jalb qilish qiyinligi, tuzilgan marketing strategiyani jamoasiga yoki rahbariyatga taqdim qila olmaslik, bor bilimlarni tartibsizligi, kasbiy va shaxsiy rivojlanishda qandaydir muammolarga duch kelayotgan va ustoz mentor yo'qligi tufayli yuqoridagi muammolar borgan sari kattalashib, kengayib borayotgan yosh mutaxassislar, junior mutaxassislarga mo'ljallangan. Dasturni tugatgandan so'ng siz strategiya tuzish, uni amalga oshirish, biznes uchun muhim jarayonlarni tuza olish, nazorat qilish, tahlil qila olish ko'nikmalariga ega bo'lasiz va eng muhimi, faoliyatingiz davomida tavsiya, feedback olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dastur asosan ikkita moduldan tuzilgan. Modullarda biz marketingda asl mohiyati, siyratini ochib berishga qaratilgan mavzularni kiritganmiz va aynan shu mavzular bo'yicha biz workshop formatida, ya'ni siz darsga kelganingizda, o'quv dasturiga o'qiganingizda aniq bir mavzu bo'yicha kerakli tajriba va ko'nikmalarni olasiz va o'rganilgan tajriba va ko'nikmalarni xuddi shu darsning o'zida o'quv dasturi davomida o'zingizni loyihangiz doirasida amalga oshirib borasiz. Ikkita modulimiz siyrat va surat moduli deb nomlanadi. Ana endi har bitta modullar bo'yicha o'quv dasturi bo'yicha mavzularni tushuntirib boraman. Bizni birinchi modulimiz bu siyrat moduli deb nomlanadi. Siyrat modulida biz korxonani bosqichlari, aynan qaysi bosqichga qanday marketing xizmatlari kerakligi va umuman olganda marketing bosqichlari to'g'risida suhbatlashamiz, o'rganamiz. Biznes model Canvas bo'yicha bilimlarimizni yanada oshiramiz. Tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha va o'tkazilgan tadqiqotlarni tahlil qilish bo'yicha tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lamiz. Va eng muhimi, mijozlar uchun, korxona uchun qiymat yaratish bo'yicha, mijozlarni, iste'molchilarni xarid qilish yo'li bo'yicha va mahsulotni ishi jobs to be done bo'yicha ko'nikmalarga, bilimlarga ega bo'lamiz. Korxona xizmatlari va mahsulotlarini pozitsiyalash bo'yicha, marketing mix qilish bo'yicha va brend platforma tuzish bo'yicha
bilimlarga ega bo'lamiz. Surat moduli bo'yicha esa biz kommunikatsion strategiya tuzish, tuzilgan kommunikatsion strategiya asosida reklama materiallarini tayyorlash bo'yicha va eng muhimi tuzilgan strategiyani jamoamizga va rahbariyatimizga taqdimot qilishni, natijalarni o'lchashni, tahlil qilishni, jarayonlarni boshqarish bo'yicha Sastak va PDCA metodlarini o'rganamiz va faoliyatimizda qo'llashni boshlaymiz. Dasturimiz 2 oy davom etadi va dasturga 12 kishi qabul qilinadi. O'quv dasturimiz to'liq offlayn shaklda bo'lib o'tadi va shanba, yakshanba kunlari tashkil qilinadi. Agar siz yuqoridagi muammolarga yechim izlayotgan bo'lsangiz, marketolog uchun eng muhim ko'nikmalardan biri bo'lgan strategik fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lishni istasangiz, sizni o'quv dasturimga taklif qilaman. Buning uchun siz ro'yxatdan o'tish formasini bosishingiz va kerakli ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Va tez orada mutaxassislarimiz sizga o'quv dasturi boshlanish sanalari va summalari to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berib o'tishadi. Dasturda ko'rishguncha.